Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun yana bitta ishimiz tugadi ustakalarda. Shu yerda so'kil va burchatka bo'lgan. Sizlarga qo'ldan kelgancha video syomka qilib chiqarib beraman. Burchatkalarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol so'kilga. So'kilimiz 3 qator bo'lgan. Bo'yi pastakkina bo'lib. Bu ishimiz Farg'ona viloyati Chimyon tumanida bo'lyapti. Bizning xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Bemalol telefon qilaverasizlar. Pastdagi nomerlarga kimga qanaqa nima kerak bo'lsa, xizmat kerak bo'lsa. Mana hovlining ichi rumbik qilib bosilgan. Nimasi? Burchatkasi. Ana so'kilni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. So'kilimizning bo'yi 65-70 cm chiqadi. Buni materiali va usta puli ichida 450 ming, 400 ming shunaqa. Agar yo'q materiali o'zimizdan uyda egasi olib beradigan bo'lsa, buni metrini 120 mingdan shu 3 qatorli g'ish. Endi buni bo'yi ko'paysa, misol 5 qator, 6 qator, 75, 80, 90 sm bo'lib balandlashsa, o'shanga qarab narxlari oshib ketaveradi. Burchatkamizning narxiga keladigan bo'lsak, 20 ga 20 Sulton Fayz. Bu burchatkamiz polni usta puli materiali ichida, xizmat haqi ichida 115 ming, 120 ming shunaqa atrofida sizlarga kelib tushadi. O'rtasidagi graniti bilan. Bu yerda yana artizonimiz bor. Mana. Bu artizon 400 ming, 500 ming shu atrofida. Katta kichkinaligiga qarab, rasxotiga qarab, xizmat haqqini o'zi 400 ming. Hozir sizlarga ko'chani ko'rsatamiz. Mana ko'chamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat.